3 xonali kvartira bo'lsa ko'rsatavering degan aka-ukalarimiz uchun mana ko'rib turibsiz. Yana bugun Angren shahar shundoqqina trishtirka, xalq tilida trishtirka deymiz, Sanoat qurilish bankining to'g'risidan 3 xonali kvartirani obzorga kelganmiz. 4-qavatda joylashgan 3 xonali kvartiramiz. Xo'p, narxini boshida aytib o'tiraman, unda videoni cho'zmasdan bemalol ko'rasiz va narxiga arziydimi yo'qmi, izohlarda yozib ketsangiz bo'ladi. Narxi 32 ming dollar deb so'rashyapti. Mana darvozalari boshqacha ekan, ko'rib turibsiz. Eshiklarimiz, ya'ni tashqi eshigimiz temir eshik, ichkarida ham xuddi mana shunaqa suriladigan eshiklar bor ekan. Men to'g'risi birinchi marta ko'rishim. Bundan tashqari uy egalarida mana bunaqa chiroyli mushukchalari bor ekan, mana ko'rib turibsiz, boqadigan. Va kirib kelganimizda bunaqa katta shkaflarimiz kutib oladi. Doimgidek odatimizga ko'ra o'ng tomondan boshlaymiz. Mana o'ng tomonimizdan kirganimizda bitta kichkinagina yotoqxonamiz kutib oladi. Ta'mirlari o'rtacha holatda. Agar o'zingiz uchun yashayman deydigan bo'lsangiz, bitta yana ta'mirlab olsangiz juda ham zo'r bo'ladigan holatda va mana bu yoqda daraxtlarimiz to'sib turibdi hozir. Xalq biladigan o'sha trishtirka mana shu yerda joylashgan. Xo'p, bundan keyin ikkinchi xonamizga o'tamiz. Ikkinchi xonamizda ham bitta ko'rsangiz bo'ladi. Bundan kattaroq bo'lgan yotoqxonamiz, ta'mirlari ham aytganimdek aboylar tortilgan. Eskiroq o'sha aboylarimizdan, lekin mana yaxshi holatda. Televizorlarimiz ilingan, shkaflarimiz bor, ko'rib turibsiz. Oladigan odam yana bitta chiroyli qilib turib ta'mirlab olsa, zo'r holatda bo'ladi. Tashqaridan kirib kelganingizda oynaga o'zingizni bitta ko'rib olib turib, mana ketaveradigan joyi bo'ladi va to'g'ri mehmon keladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri mana uyimizga olib kirsangiz bo'ladi. Ya'ni zal qismimizga, mehmonxonamizga. Mehmonxonamizda ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Ta'mirlari o'rtacha holatda. Bu yog'imizda mana kelib turib bemalol 5-6 ta mehmonni kutib olsangiz bo'ladigan sharoitda. Divanlari bor, mazza qilib o'tirib, mana shu joylarda televizorlari ko'rib, Wi-Fi'lari bor ekan, muammo yo'q deyapti egalar va bundan chiqqanimizda mana 3 xonali kvartiralarimiz hammasida bilasiz, hojatxonasi bilan yuvinish xonalarimiz alohida bo'ladi. Aristonlar mana yangi qo'yilgan ekan. Yuvinish xonalarimiz ham o'rtacha yaxshi holatda. Va bundan o'tganimizda endi oshxona qismimizga kelamiz. Oshxona qismimizni ko'rib turibsiz, yaxshi holatda, o'rtacha. Bu yog'imizda ham oshxona garniturlarini bu yoqqa o'zingiz didingizga moslab turib, yana ham to'ldirib olsangiz bo'ladi. Uy egalariga mana shuni o'zi hozircha yetyapti ekan. Bundan keyin balkon qismiga o'tamiz. Balkonimizda ham mana akfa oynalarimiz qo'yib qo'yilgan. 2/6 holatda ko'rib turibsiz, anchagina katta holatda bo'lib turibdi. Shundoqqina 2/6 holatda. Keyingina buni o'zini bitta xona qilib olsangiz bo'ladi va o'rtadagi oynamiz oddiy taxtali oyna, qolgan hamma tashqi oynalarimiz akfa oynadan qilingan. Xo'p, narxlari haqida boshida aytib o'tdim. Arziydimi yo'qmi, izohlarda yozib ketsangiz bo'ladi. Bu videoni o'sha trishtirkani, ya'ni shahar markazidan 3 xonali kvartira qidirib yurgan tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Bizga obuna bo'lishni unutmang.